Eron bu urushda afsuski yutqazadi, lekin jang qilishi kerak. Mashhur qo'mondon Sun Tzuning urush san'ati kitobida xuddi shunday jumlalar bor. Diqqat qiling. Barcha janglarda g'alaba qozonish oliy mahorat emas, balki oliy mahorat dushmanning qarshiligini jang qilmasdan sindirishdir. Trampning maqsadi aynan shunday. Shuning uchun u davlat rahbarlariga, hukumat boshliqlariga hujum qiladi. Venesuela prezidentini o'g'irlab ketdi, muammo hal bo'ldi. Ya'ni Venesuela hukumati va davlati bilan taslim bo'ldi. Ular Eronda ham xuddi shunday qilishmoqchi edi. Shuning uchun barcha urushni xohlaydigan boyagi katta liderlarni bombalab o'ldirdi. Endi Tramp nima deyapti? Kelinglar muzokara qilamiz, muzokara stoliga o'tirishga tayyormiz deyapti. Hozir ham u atayin Eron xalqiga vahima solish uchun bombalamoqda. Lekin Eron yutqazadi deyapman. Unda nimaga urushish kerak? Agar Eron so'zsiz, jangsiz taslim bo'ladigan bo'lsa, bu butun dunyo taslim bo'ldi demakdir. Tramp bu bilan chegaralanib qolmaydi va boshqa davlatlarga o'z bosimini oshirib boradi. Aytgancha mana shu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Bu kitobda ayni urush haqida zo'r gaplar yozilgan.